Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana bu videoga bitta diqqatlaringizni qaratishlarini so'rayman. Mana shu videoyimiz juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Kommentariyaga kirsanglar, mana bu markazgacha 104 sm bo'ladi desam, kimdir 103 sm, kimdir 102 sm deb yozgan. Men bu video murojaatim bunaki chambarak profilining egasi aka, men sizni juda ham ko'p ko'raman, kuzatib boraman, muxlisizman. Siz mana shu zavodda ishlagansiz, mana shu texnikani razmerlari, raqamlari bilan juda ko'p ishlagansiz. Sizdan bitta iltimosimiz, shu narsaga aniqlik kiritib bersangiz. Ya'ni Nexia'ni mana shu markazi aslida necha santimetr bo'ladi? Mana misol uchun bu 102,5 santimetr Nexia. Aslida Nexia'ning razmeri necha bo'ladi? Mana shu narsaga bitta aniqlik kiritsa, ommaga chiqaraylik. Qani aslida Nexia'ning razmeri necha bo'ladi? Hammalaringizga rahmat. Aziz boshingiz omon bo'lsin, yo'llaringiz ravon bo'lsin. Kommentariyada chambarakni belgilab ketishlaringiz esimizdan chiqmasin.